3 padişahlık. Zaman halkıgan muşavir. 30. bab. Changshanlik Javzulung. U odamga astoydil qaragandan keyin Dianmolar oxiri u odamning o'zlariga qaramayotganligini, balki Dianmo minib olgan otga qarayotganligini jazmlashtirdi. Janoblar, beadablik qildim. Peqir, Changshanlik. İsmim Joyun. Taxallusum Zulung. Ayning beshida taqqa doğru yiqilib chiqqanda Qaratog'dagi qaroqchilar etimni o'g'irlab ketgan edi. Qirg'in qilib Tayxon teg'iga chiqqandan keyin ondan etimni Fuyangga sovg'a qilib atganligini bilib, Oloydan uni izlab kelgan edim, dedi har kishi qo'lini juplab adab bilan salom berib. Joyun, Javzulung? Undaq emasdi o? Tangdoshsiz Botir bu sarkarda o'zi oldimizga kelganmidi? Dianmo hayron qolganidan ishonishga petin olmadi. Qaraganda o'zining farzi xato emas bo'lib, minib olgan bu eti Joyunning eti bilan ismdosh emas, balki dal shu Joyunning eti edi. Changyan qatorliqlar bu otni o'g'irlab olgandan keyin sov-sovga hadiya qilgan edi. Shug'inisi o'ylamagan yerdan Joyunning qosh-tosh shirini deb necha ming chaqirim yerdan Fuyangga kelishini, ya'ni kelib o'zi yolg'iz 10 tuman qaroqchi bor deb nom olgan Tayxon teg'iga hujum qilishini o'ylabma baxmagan edi. Uchaylarning midir-sidir qilmay turganligini ko'rgan Joyun mundoq dedi. Har qaysilarining kiyinishlariga qarsam, lashkari kishilarda qilishlar. Peqirmo bir otning lashkarda uchun qanchalik muhim ekanligini bilaman. Biroq qosh-toshlarni tog'dan tushishdan burun ustozim hadiya qilgan edi. Shunga izdimaslikka amalim yo'q. Har qaysilarining qosh-toshlarni Peqirga qaytirib berishlarini o'tinaman. Joyun nihoyatda adab bilan gap qilgan bo'lsa-mu, lekin Dianmoning o'ylayotgani uni qandoq qilib to'pga qo'shib elish bo'lib, otning ishini xiyoliga keltirmagan edi. Ammo bir yonda turgan Dianwei xafa bo'lib, so'g'uq talaffuzda shundoq dedi. Nadin kelgan oq pishmoqsan? Mening etim desanglar, sening bo'lib qolamdi ekan. Uni chaqirsang, sang bo'ysunamdi. Joyun lappida qarab qo'yib, ochiqlanmasdan qaytirib so'radi. Agar uni chaqirsam, menga bo'ysunsa, uni qaytirib beramsizlar? deb so'radi. Dianwei Joyunga tikilib qarab shundoq dedi. Quruq gap-ku bu. Bu otmi gap qilalamdi? Agar javob qaytirsa, uni sang qaytirib berman. Yaxshi. Joyun qilcha ho'diqmasdan o'ng qo'l barmoqini og'ziga silib, o'nlik isqirtdi. Xuddi biror narsa qosh-tosh shirg'i ta'sir qilgandek qattiq kishnab, oldi putlarini egiz ko'tirdi. Dianmo otning tizginini mahkam tutib olmagan bo'lsa, yiqilib tushadi. Qosh-tosh shirning Joyun tarafga chopmoqchi bo'layotganligini ko'rgan Dianwei darhol bir qo'li bilan otning tizginini tutib olib to'xtatib oldi. Qosh-tosh shir bir hazal tirgishibmi, bu tizgindan qechib chiqolmadi. U sana javob berdimi? Dianwei ko'ranglik bilan so'radi. Birodar, bak yo'lsizkansiz. Agar bunda qilib turib olsangiz, mendan og'rinma. Joyun kumush naysisini bir pirqiratgandan keyin Dianweiga qaratdi. Lüybu bilan yak-muyak elishgan odam buningga qandoqmi bo'y bersin? Dianwei mo qo'sh yolminini chiqarib jangga tayyorlandi. To'xtanglar. Dianmo qo'lini ko'tarib ikkalanning orasiga kirib oldi. Bu yer Lüybu 1-chi, Joyun 2-chi, Dianwei 3-chi deydigan shu jamiyati kanti emas. Dianmo rat tartibdagi 2-chi bilan 3-chi bo'lgan odamni jangga selishga petin olmaydi. Olimadiz biror ish chiqib qolsa bo'lmaydi. Zulung birodar, kamini Dianmo bo'laman. Qosh-toshlarning sizning ekanligini bilmabdiman. Oliy janoblar boshqalarning amroq narsasini talashmaydi. Qosh-toshlarni sizga qaytirib beray. Inim, bunda qilsangiz qandoq bo'ladi? Seriq chaqmoqni menga berganda posbonimiz xafa bo'lgan edi. Ming tasdiqda bir yaxshi arg'moq deb kelganda, beraman debli bermasangiz qandoq bo'ladi? Lodiyan ishkimiz turgan yerda uningdan qo'rqib nima qilasiz? Shuchu Joyunni tonimaydi. U faqat qosh-tosh shirdak bundaq xalqliq paytda Dianmoning jinini qutqizib qoladigan otni bir necha eg'iz gap bilan bermasa bo'lmaydiganligini biladi. Siz Dianmo'mi? Sov-sovning mushaviri Dianmo? Joyunning ko'zlaridan hayronlik chiqib so'radi. Ha? Zulung birodar Peqirning nomini anlatgan-sizda? Taqsirning nomi jahonga mashhur. Anglashimcha Savbigim Fuyangda Lüybu tarafidan mag'lub bo'lgandan keyin bir iste'dod egisiga erishib, necha kundan keyinla jahonga patmay qolgan Lüybuni yig'ishtirib etibdi ekan.
Pekir yana taqsirning hunar kasbda kamolatga yetganligini, siz yasab chiqqan chig'riq bilan agri kashkanlik saponning nihoyat qulaylik bo'lib, fuqarolarga baxt keltirgan katta iste'dod egasi ekanligingizni mi bilaman? Baya Pekir beadablik qilibdimi? Taqsir kechirgaysiz. Zhao Yun gapini tugatgandan keyin qo'lini juplab apo so'radi. Bu men shuncha nom chiqarib ketgandimanmi? Ajab o'zimni bilmaydi ekanman desa. Hatto Jejuda turayotgan changshanlik Jovzilingmi mening ishlarimni anglabdi. Qaraganda gap so'zlar bak tez tarqaydi ekan. Taqsir, siz bu yerda bo'lgandan keyin yeningizdagi bu qo'sh yolmon tutib turgan kishi Fuyang baliqning sirtida Lübu bilan jangda tanglashib qolgan Shirmat Sangun Genwei bo'ladi-ku deyman. Zhao Yun mushundaq bir maqtib edi. Genwei sal xijil bo'lgandek bo'lib qoldi-da, og'zini yo'g'on ichib kulgunicha shundoq dedi. Tilga og'uchilik yo'qishlag'u u. Zilong birodar, biladiganlaringiz oz emaskan, ha? Zilong, bu yer so'zlashishga be'ab. Men bilan baliq kirib may ishkash, jahonning ishlarini paranglashishni xohlamsizki? Zhao Yunning nazarida Dianmo nomi jahonga taralgan odam edi. Uning taklifiga erishish sharaf hisoblanadi. Shunga takalluf bilan shundoq dedi. Albatta xohlayman. Bu men uchun sharaf. Bu Inimdan nima qilgani bu? Tasma bir. Genwei bilan Shuchu ko'nglida sal g'o'tildashsimi, Dianmo buncha ahamiyat bergan odamning cho'qim boshqalardan eshib tushadigan yeri bor deb o'ylab, uningga moslashib Zhao Yunni boshlab baliqqa kirdi. Qasrga kelgandan keyin odamlarga esil ziyofat hozirlatqizib, to'taylan bahuzur ichishni boshladi. Sharob 3 qitim oylinib, qo'rimalarga eg'iz tegishgandan keyin Zhao Yunning gap xaltisi echilib, bu necha yildan buyon Gongsun Zanga agishib ko'rgan kunlari va qandoq qilib Changshanga qaytib fursat kutganligidek ishlarni deb berdi. O'zining bu odatdagi kechirmishlari bilan selishtirib, Zhao Yun Genwei bilan Shuchuning kechirmishlariga havas qildi. Bo'libmi, Genweiga texmi bakrak havas qildi. Dianmoning o'rinlashtirishi bilan bir jangdili nom qozonib, jahondagi hamma odamga tonilishi barliq alamdorlar havas qiladigan ish edi. Fursatning pishib yetilganligini ko'rgan Dianmo qadahni asta joyiga qo'yib, rasmiy yo'sinda gap boshladi. Zilong, 10 ishik og'isining to'plamidan keyin avval seriq yog'liqliklar isyon ko'tardi. Ondan Dongjo elga ofat yog'dirib, xaqonimiz qiyin kunga qilib, o'rda ahkomlari qalaymaqonlashib ketdi. Bunda qalaymaqon vaziyatda azimatlardan xaqonimizga javob qaytirib, buyuk xan uchun kuch chiqarishni xohlamaydiganlar yo'q deyardik. Zilong, sizning mahoratingiz shuncha qaltis turib, Changshanga bekinib verib, elning ishi bilan koringiz bo'lmasa, vaqtingiz bekorga ketgan bo'lmamdi. Avomni azob oqibatdan qutqizib, saltanatimizni qudrat topqizishda sizning mas'uliyatingiz bor. Oldidagi gaplarni anglab, Zhao Yunning qeni urg'ib qaynab toshgan bo'lsa, keyingi gaplardan keyin yeli chiqqan to'pdak pussida solishib, kulimsirgan holda shundoq dedi. Taqsir, Pekirni bak cho'ng ko'rib ketibdilar. Ayni chog'da Yo'judagi vaqtimdimi, Pekir nihoyat shu 105 edim. Chigirini qo'g'dab avomni amin qilishmi osonga to'xtamaydigan tursa, elni qutqizishdan qandoqmi eg'iz ochalay? Zilong, bu gapingiz to'g'ri bo'lmadi. Dianmoning gapi tugmay turibla, Shuchu gapni tortib oldi. Pekirmo Chaoshan noyisdagi vaqtimda o'g'ir qaraqchilarni o'ldirib turgan. Keyin inim bilan Laodiyanga yo'liqqandan keyin ondan xizmatga o'stib, to'pi yartish fursatiga erishdim. To'g'ri dedingiz. Dedi Dianmo ulapla. Nihoyat keskinlik bilan gap qildi. Ot 1000 chaqirim yo'l yuralisimi, yetaklaydigan odam bo'lmasa bo'lmaydi. Odamning ulug'vor irodasi bo'lsa-mu, ta'lim ekanmisi bekor. Shangyang agar Chin Shogunga yo'liqmagan bo'lsa, har qancha iste'dodi bo'lsa-mu, bekorga ketadi. Zilong, menga ishini faqat Sobegimga agashsingizlar, men cho'qim karomatingizni namoyon qildirman. Yana kelib, haqiqiy elni qutqizadigan to'hbikor amir bo'la olasiz. Zilong birodar, inim odatdagi odam emas. Agar u sizni bo'ladi ekansiz desa, sizdan cho'qim masala chiqmaydi. Qilib, biz bilan billa ajr to'kib yaratding, dedi Dianwei darhol to'liqlab. Izchil parishon holda o'ltirgan Zhao Yun har tarafdan nom chiqargan 3 kishilik guruhining erinmay nasihat qilishi bilan ko'nglida davol g'ush bo'lmay qolarmi?
u darhol o'rnidan turib Dianmoga qarab salom qildi. Taqsir, meni Savbegimga tanishtirib qo'ygaysiz. Peqir uchinglar bilan billa qon kechib jang qilib, ajr to'p ko'ztishni xohlayman. Yaxshi. Zilongmi qo'shilsa, mening ikkinchi qadamdagi planim osonga to'xtaydigan bo'ldi. Keling. To'timiz billa ko'tiraylik. dedi Dianmo qadahni qo'liga elib. Yaxshi. Silong. Bugun biz bilan qong'uda kiching. Ata posibonimiz bilan ko'rishgili billa boraylik. Uchinglarga rahmat, dedi Joyun bir qo'liga qadahni, bir qo'liga xumrini elib, mas bo'lg'ichi ichadiganligini bildirib.